Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan lam va alifning birikmasi qanday o'qilishi, Qur'oni Karimning faqat bir o'rnida keladigan belgi va ularga tegishli bo'lgan qoidalarni qarab chiqamiz. Bu qoidalar Qur'onni to'g'ri o'qishimiz va harflarni chalkashtirib yubormasligimiz uchun juda ham muhim. Bizni qo'llab-quvvatlash va videolarimiz davomli chiqishi uchun kanalimizga obuna bo'ling va videoga like bosing. Boshladik. Dastlabki harf birikmasiga e'tibor qaratamiz. Bu harf birikmasi fathali lam va undan keyin kelgan vasl hamzasidan tashkil topgan. Bu yerda lam va vasl hamzasi harf birikmasi va sukunli ta bilan boshlanuvchi so'zni ko'rib turibmiz. Binobarin, tashdidli harflarning birinchisi sukunli talaffuz etiladi. Agar so'zlar sukunli harf bilan boshlansa, so'z boshiga vasl hamzasi yoziladi. Agar talaffuzni shu so'zdan boshlab o'qisak, vasl hamza o'qiladi. Talaffuzga e'tibor qaratamiz. Ittaba'tum. Agar bu so'zni o'zidan avval kelayotgan so'z yoki harfga qo'shib o'qisak, vasl hamzasi talaffuz etilmaydi. Jumladan bu mashqda ham la ga ittaba'tumni qo'shib o'qisak, lattaba'tum singari talaffuz qilinib, vasl hamzasi o'qilmasdan qolar ekan. Lattaba'tumush shaytona illa qalila. Keyingi harf birikmasi. Bu harf birikmasi an tanvinini olgan lam harfidan tashkil topgan. Bu yerdagi alif nega yozilgan? Biror harfga an tanvini yuklatilsa, albatta o'sha harfdan keyin aksariyat hollarda alif yoki ba'zi hollarda ya harfi yoziladi. Bu harflar mutlaqo talaffuz etilmaydi. Ma'nan, xoyron. Demak, ushbu harf birikmasidagi alif ham talaffuz etilmaydigan alif ekan. Kama arsalna fikum rasulan minkum. Ammo shunday holatlar borki, an tanvini harflarning ustiga yuklatilsa-da, o'sha harfdan so'ng biror bir harf, ya'ni ya yoki alif kelmaydi. Bunday holatlar ikkita ekan. Birinchi holat: alifdan keyin kelgan hamzaning ustiga an tanvini yuklatilsa, hamzadan keyin ya yoki alif kelmaydi. Ma'an, bina'an. Ikkinchi holat: to'garakta ustida kelgan an tanvini. Bunday holda ham an tanvindan so'ng ya yoki alif kelmas ekan. Hamiyatan. Keyingi harf birikmasiga e'tibor qaratamiz. Bu harf birikmasi faqatgina Ahzob surasining 66-oyatida keladi. Alif ustiga cho'zilgan nol yozilsa, bu alif faqatgina vaqfda talaffuz etiladi. Ammo vaslda talaffuz etilmaydi. Ya'ni o'zidan keyingi so'zga bu so'zni qo'shib o'qiganimizda talaffuzdan tushib qolar ekan. Yawma tuqallabu wujuhuhum fin-nari yaquluna ya laytana ata'na Alloha wa ata'na ar-rasula. Navbatdagi harf birikmamiz Inson surasi 4-oyatda keladi.
Alif ustidagi bu belgi faqat Qur'oni Karimning mana shu o'rnidagina keladi. Inna a'tadna lil kafirina salasila va aghlalan va sa'ira. Bunday harf birikmasi yuqorida aytganimizdek faqat Inson surasi 4-oyatda keladi. Bu harf birikmasi hafsning shotibiyya yo'nalishida vaqf qilib o'qilganimizda alif o'qilishi ham o'qilmasligi ham joiz. Ya'ni inna a'tadna lil kafirina salasila yoki salasil ikkisi ham to'g'ri. Lekin hafsning toyiba yo'nalishida faqat lam sukunli qilib o'qiladi, alif o'qilmaydi. Inna a'tadna lil kafirina salasil. Vaqfda shunday o'qilar ekan, toyiba yo'nalishida. Umumiy xulosalar. Birinchi harf birikmamiz faqat Ahzob surasi 66-oyatda keladi. Ar-rasula vaqfda o'qiladi, vaslda yo'q. Ya'ni ana shu so'zda to'xtaydigan bo'lsak alif o'qiladi, lekin bundan keyingi 67-oyatga qo'shib o'qiydigan bo'lsak alif o'qilmaydi. Keyingi harf birikmamiz lam va undan keyin kelgan vasl hamzasidan tashkil topgan. Lattaba'tum ibtidoda o'qiladi, vaslda yo'q. Ya'ni bu yerdagi vasl hamzasi ibtidoda, boshlashda aynan o'sha vasl hamzasidan talaffuz boshlansa, ittaba'tum singari o'qiladi. Vaslda o'qilmaydi. O'zidan oldingi la ga qo'shib o'qisak, lattaba'tum singari talaffuz etilmaydi. Keyingi harf birikmamiz an tanvinni yuklatilgan lam. Rasulam minkum alif o'qilmaydi. Oxirgi harf birikmamiz faqatgina Inson surasining 4-oyatidagina kelar ekan. Salasila. Lam alif harf birikmasidagi alif vaslda o'qilmaydi, ya'ni bu so'zni keyingi so'zga qo'shib o'qiganimizda o'qilmaydi. Vaqfda esa shotibiyya yo'nalishida alif o'qilishi ham o'qilmasligi ham mumkin. Salasil yoki salasila. Ammo toyiba yo'nalishida alif o'qilmas ekan, salasil deb vaqf qilamiz bu so'zda. Darsimiz ana shu yerda o'z yakuniga yetadi. Keyingi darslarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'linglar. Vassalomu alaykum va rahmatullohi ta'ala va barakatuh.